Qorindagi yog'lar nega eng xavfli yog'lardan hisoblanadi? Ha, bizni tanamiz zaxira yog'larni yig'adi. Teri ostidagi yog'lar mavjud. Ammo ular qachonki tanaga kerakli bo'lgan paytida, tana qo'shimcha yog'larga muhtojlik his qilgan paytida ishlatiladi. Ammo qorinda to'planayotgan yog'lar, ya'ni visceral yog'lar, bu foydali yoki zaxira uchun to'planayotgan yog' hisoblanmaydi. Sababi qorindagi yog' aktiv faol holatga o'tadi va o'zidan moddalar almashinuviga zarar beradigan moddalar ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu esa tanada uzoq vaqt surunkali holatda davom etib, surunkali past yallig'lanishga olib keladi. Bu birinchi ko'rinishda hech qanday sizga simptomlar bermasligi mumkin. Yillar davomida, 3-5 yillar davomida balki siz qorin bilan yurishingiz mumkin. U yashirin holatda o'tishi mumkin. Lekin borgan sari siz o'zingizda tez charchab qolish, ko'proq uyquga moyillik. Ba'zida bizning bemorlarimiz hattoki 10 yillab shunday surunkali yallig'lanish holatida yashab, hozirda ularning xotirasiga ta'sir qilayotganini, nerv tizimida tuman holatida his qilayotganini, eslab qolishi qiyinlashayotganini ham kuzatishimiz mumkin. Shuning uchun balki sizda sog'lom vazn bo'lishiga qaramasdan, agar qorningizda yog' to'planayotgan bo'lsa, visceral yog'lar hosil bo'layotgan bo'lsa, bu sizga birinchi o'rinda sog'lig'ingizga e'tibor berish uchun birinchi qaldirg'och bo'lib hisoblanadi. Qorin atrofida visceral yog' to'planish boshlaganda tanamizni insulinga sezgirligi pasayishi boshlaydi. Shunda bizni tanamiz yanada ko'proq insulin kerak ekanda, demak men yetkazib bera olmayapman deya haddan ortiq 2 baravar, 3 baravar ortiq insulinni qonga chiqazishi boshlaydi. Bu esa o'z navbatida o'zimiz xohlamagan holatda ishtahani kuchayishiga olib keladi. Asosan doimiy uglevodlarga, shirin gazli ichimliklarga, shokoladlarga, konfetlarga, aynan shirinliklarga sizni tortaveradi. E'tibor berganmisiz? Nonushtada ham, tushlikda ham, kechki ovqatda ham, ovqatdan keyin albatta qandaydir shirinlik bilan tugatishingiz shart. Bu ovqat iste'mol qilish qoidalari emas. Bu biz uchun hosil bo'lgan an'ana emas. Tanamizni haddan ortiq insulin ko'paygan paytida bu normal bo'lmagan ehtiyoj hisoblanadi. Yana insulin ortgandan keyin biz ko'proq shakar yeymiz. Ko'proq shakar yeganimizdan keyin tana, qon hujayralar shakarga to'lib ketadi va ortiqcha shakarni qayerga jo'natishni bilmasdan yana ulardan yog' hosil qilishni boshlaydi va bu holat to'xtamasdan bir-biriga ulanib aylanaveradi. Yog' hosil bo'lgandan keyin yana insulin kamlik qiladi, yana ko'proq insulin talab qiladi. Bunday holatlar 3, 5, 6 yillar davom etgandan so'ng tana asta-sekinlik bilan qandli diabetni ikkinchi turiga o'tib qolganini o'zi ham sezmay qoladi. Shuning uchun agar sizda visceral yog' hosil bo'layotgan bilsangiz, darrov chorasini ko'rib, o'zingizga sog'liq holatini qaytarishingiz kerak bo'ladi. Visceral yog'larning yurak qon tomiriga bo'lgan ta'siri haqida gaplashamiz. Agar tanada qorin chiqishi kuzatilayotgan bo'lsa, qorinda yog'lar ko'payib ketayotgan bo'lsa, bu keyinchalik yuqori qon bosimiga olib keladi. Qon tomirida kechayotgan yog'larni muvozanatini buzilishiga hamda ateroskleroz holatini hosil bo'lishiga ham olib keladi. Bizni tanamiz moddalar almashinuvi jarayonida o'zidan foydali va kerakli yog'larni hosil qilishni boshlaydi. Ammo tanada visceral yog'lar ko'payganini ko'rgan miya shoshmay tur, bizga sening foydali yog'laring kerak emas. Hozirda qorin bizga o'zidan yog' yetkazib beryapti deb uni yog'larni qoldirib, foydali yog'lar miqdorini kamaytirishni boshlaydi. Bunday holatda qon tomirlarida foydali yog'lar hamda zararli yog'lar muvozanati keskin o'zgaradi va zararli bo'lgan yog'lar ko'payib ketadi. Bu qonni quyuqlashishiga olib keladi. Tasavvur qiling, sizda 1 stakan suv bor va siz uni ustiga 1 qoshiqda yog' joylasangiz. Siz buni ko'zingiz bilan ko'rasiz. Stakanning ichidagi suvda yog' erimayotganini va yog' donachalari uning yuzasida suzib yurganini. Keyinchalik bu holatni davolamasdan turib, yana 1 qoshiq yog' qo'yasiz, yana ustiga yog' qo'yasiz va bu yog'ni ko'payib ketishiga va stakandagi suv quyuqlashishiga olib keladi. Xuddi shunday bizni tanamiz ham o'z vaqtida agar zararli yog'larni chiqarmasak, eritmasak
ishlatmasak, ular miqdorini kamaytirmasak, ular ko'payib ketaverib, tanadagi qondagi quyuqlikni oshiradi. Bu esa plakchalarni doimiy bir-biriga yaqin bo'lishida, zid joylashib, keyinchalik yopishib qolishiga, ya'ni aterosklerotik plakchalar keyinchalik esa ateroskleroz holatiga ham olib kelishi mumkin. Ortiqcha visceral yog'lar qorin bo'shlig'ida joylashgan organlarda ham ortiqcha yog'lar yig'ilishiga sababchi bo'ladi. Bunday organlardan biri jigar hisoblanadi. Siz eshitgandirsiz, hozirgi kunda juda ko'pchilikda, balki siz shunday insonlar qatoriga kirarsiz. Jigarda yog' bosishi, yog' to'planishi, hattoki hali yosh bo'lishiga qaramasdan, hattoki ortiqcha vazni bo'lmasa ham hozirgi kunda ko'pchilik insonlarda jigarda yog' to'planishi kuzatilyapti. Sababi qorindagi ortiqcha visceral yog'lar haddan tashqari aktiv holatga o'tib, yanada ko'payishni, yanada ko'p yig'ilishni, o'ziga zararli yog'ni zaxira qilishni boshlaydi va atrofidagi to'qima va organlarga tarqaladi. Jigar tanamizdagi eng katta bez hisoblanadi. Uning og'irligi 1,5-2 kilogrammga to'g'ri keladi. Ammo u nafaqat organ bo'lib hisoblanadi, balki tanamizdagi asosiy laboratoriya chiqindilarni ajratish vazifasini bajaruvchi organ ham hisoblanadi. Jigarni tanamizga beradigan eng kuchli va eng asosiy funksiyalaridan biri bu uni detoksikatsiya qiladigan holati. Ya'ni tanamizga tushgan ovqatlardan qolgan qoldiqlarni, ichayotgan dorilarimizdan ortib qolgan kerakmas jihatlarini, kuni bo'yi hosil bo'layotgan gormonlarni ortib qolganlarini, tanada hosil bo'layotgan moddalar almashinuvidan, kimyoviy reaksiyalardan keyin hosil bo'layotgan qoldiq, zaharli moddalarni filtrlab, uni tanadan chiqazib yuborish vazifasini bajaradi. Endi tasavvur qiling, laboratoriya agar butunlay yog' bilan qoplangan bo'lsa, uni hujayralari faollik ko'rsatadigan joyda yog' bilan berkitilgan bo'lsa, yog'li probkalar hosil bo'lgan bo'lsa, u qanday qilib moddalar almashinuvini, qanday qilib zaharni zararsizlantirishni o'z vaqtida eplay oladi? U charchagani sababli, to'liq faoliyat ko'rsata olmayotganligi sababli u ham tormozlanishi, ishdan chiqishi boshlaydi. Shuning uchun tanamizda zahar ko'plab qolib ketaveradi. Biz bilamiz, bizda foydali moddalar bilan birgalikda har kuni moddalar almashinuvidan qoldiqlar hosil bo'ladi. Va bu qoldiqlar albatta siydik orqali, najas orqali, ter orqali chiqib ketishi kerak. Ammo bu qoldiqlar kun davomida chiqib ketmasa, jigar har kuni o'z vazifasini sust bajarsa, bu zaharlar tanamizda qolib ketaveradi. Keyinchalik bu zahar holatlar yig'ilib, tanaga tarqalib, qon tomirlaridan boshqa sog'lom ishlayotgan to'qimalarga, organlarga borib tarqalib, bizga yanada ko'proq zarar yetkazishi boshlaydi. Masalan, allergiyalar, har xil qichmalar, toshmalar, yuzdagi teridagi dog'larga uzoq muddat jigarni yaxshi ishlamasligi sabab bo'lishi mumkin. Sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, video tagida yozib qoldirishingiz mumkin.